Homilador ayollar sevib iste'mol qiladigan 7 ta mahsulot. Bu mahsulot sizni bolangiz uchun zararli bo'lishi mumkin. Birinchisi, gazli ichimliklar. Gazli ichimliklarni uzoq vaqt ichish qonda qand miqdorini oshiradi va gestatsion diabetga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, shirinliklarni me'yordan ortiq iste'mol qilish, ya'ni bolani makrosemiya, katta tug'ilishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, pasterizatsiyalanmagan mahsulotlar, sut mahsulotlarini qabul qilish va bu ichki ketishi bakteriyalarning ko'payishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, chala pishirilgan go'sht mahsulotlarini qabul qilish bu infeksiya xavfini oshiradi. Beshinchisi, o'ta tuzlangan, kapchunli mahsulotlarni, chips shunga o'xshagan mahsulotlarni qabul qilish. Bu mahsulotlar o'z tarkibida tuzni ko'p miqdorda ushlaganligi uchun tanada otyoq chaqirishi mumkin bo'ladi. Oltinchisi, kofe va energetiklarni ko'p miqdorda iste'mol qilish. Ularni ko'p miqdorda iste'mol qilish qon tomirlari torayishiga sabab bo'ladi. Natijada bolaga kislorod borishi kamayadi. Yettinchisi, juda ko'p fast foodlarni iste'mol qilish. Bular kaloriyaga boy bo'lmaganligi uchun sifatsiz ovqat hisoblanadi. Agar siz ham shu mahsulotlarni iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qiling va meni Telegram kanalimga o'tsangiz, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha tayyor menyu berar ekan. Telegram kanali profil shapkasida. Albatta menga obuna bo'lishni unutmang.